Kanada Avam Palatası 22 fevral döşənbə günü Xitayning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini ayıplaydigan qonun loyihasini ma'qullab, davlat ichi va sirtida ta'sir qo'zg'adi. Kanadadagi Uyg'ur jamoatchiligi bu qonun loyihasining ma'qullanishini yaxshi bir qadam, ammo buningga qarshi bir ish qilish kerak deb qaraydi. Kanadadagi nurg'un Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonda ziyonkashlikka uchragan tuqqanlari bor. Ontarioning Londonda turishliq Uyg'ur Anvar Abdurahmon mundaq dedi. Kanada parlamentining qarori Xitoy hukumatiga belgilik besim olib keladi. Meningcha, hech bo'lmaganda bu bir cho'ng qadam. Ammo u yana bosh ministr va kabinet a'zolarining ovoz berishdan voz kechganligidan umidsizlanganligini bildirdi. U yana Kanadaning irqiy qirg'inchilik yoki emasligini muzokara qilish bilan qolmasdan, balki irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qo'llanishini umid qiladiganligini aytdi. Ontarioning Saint Catharines shahrida o'ltirishliq ruhiyat turdosh, Windsor universitetida o'qigan va hozir u maktabning maktabdoshlar jamiyatining a'zosi. U yana o'zining qo'llashni his qilganligini, ammo qilishga tegishli texmi ko'p ishlarning borligini aytdi. U irqiy qirg'inchilik davomlashyotdi. Nurg'unlarimiz umidni yo'qotib qo'yg'iltas qoldi. Shunlashqa bu uchur bizga umidni his qildirdi va o'zimizning yolg'iz emasligimizni his qildirdi. Bu dunyoda yanada adolat bor dedi. Bir necha haftadan buyon Turkiyada izchil davomlashib kelayotgan Oilam nada namoyishi navbatda Germaniya, Yaponiya va Avstraliya boshchiligida dunyo miqyosiga kengaydi. Bir to'p avangard yoshlar boshlagan bu harakat allaburun bir xalq harakatiga aylandi. Uyg'urlar Xitoy doiralaridan yillardan buyon aloqalasha olmagan Sharqiy Turkistondagi oila a'zolari haqida uchur berishni talab qilmoqda. Bu faoliyatga ovoz qo'shgan shaharlarning biri Germaniyaning Düsseldorf shahri bo'ldi. Sharqiy Turkistonliklar 4 kundan buyon mazkur shahardagi Xitoy konsulxonasi oldida faoliyatini davomlashtirmoqda. Shuning bilan birga 26 fevral Istanbul Üsküdar maydonida keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati uyushtirgan faoliyatga turk yoshlarmi aktiv ovoz qo'shdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Litva parlamenti Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi qaror chiqarishni planlamoqda. Xabarlarga qaraganda, Xitoyning kengaymichilik siyosati Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligi xalqaro jamiyatda kuchli inqos qo'zg'agan. Amerika va Kanadadan keyin Gollandiya Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan 3-chi davlat bo'lgan. Navbatda Litva parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qilishga tayyorlik qilmoqda. Uchurga qaraganda, Litva parlamenti 10 martdan ilgari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishini ayiblaydigan qarorni e'lon qiladi. Himalaya tog'ida chegara mojarosi yuz bergan Ladakh rayonidan Xitoy va Hindiston askarlari chekingandan keyin taraflar texnik ko'p tadbirlarni qo'llanib, chegaradagi jiddiylikni pasaytirishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bayonotida askarlarning chegaradan ayrilishi vaziyatni ko'rinarli pasaytdi va chegara rayonlarining tinchligi va xotirjamligiga kafolatlik qilish uchun kengashini tezlatish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi taraflarning kontrol liniyasi chegara rayonidagi masalalarni tezdan hal qilish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Texnik keng ko'lamli chekinishni o'ylashga bo'ladiganligini bayon qilgan bayonotchi taraflarning tinchlik va xotirjamlikni asliga keltirish uchun tirishadiganligini aytdi. Amerika istixboroti tarafidan tayyorlangan dokladda Saudiya Arabistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasida o'ltirilgan jurnalist Jamal Qashikchining qotilligini tasdiqlagan kishining valiahdi Shahzada Muhammad bin Salman ekanligi bayon qilingan. Dokladda yana Shahzada Muhammad bin Salmanning davlatga tadbir belgilash mexanizmini kontrol qilganligi, Shahzadaning bexatarlik guruhining va muhim maslahatchisi qotillikqa qatnashganligi, Shahzadaning zo'ravonlik tadbirlarini qo'llanib, Qashikchini o'z ichiga olgan chetlardagi o'qituvchilarni jimiqtirganligi haqida uchurga erishdi deyilgan. Saudiya Arabiston bo'lsa dokladni qat'iy rad qiladiganligini e'lon qildi. Doklad oshkorlangandan keyin Amerika siyosiyonlari hukumatning Muhammad bin Salmanni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida dokladchisi Shahzoda Salmanning jazolanishi kerakligini o'ttirib qo'ydi.